Boshda otmaylar, qochinglar. Qoch! Boshimni ortma. Qo'lni qo'yib ol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Inspektor G'ofurov. G'ofurov. Avvalda haydovchi hujjatlaringizni tekshirish maqsadida to'xtatdim. Hujjatlaringizni taqdim eting. Gap yo'q mana, hujjatmi? Uyda qolib ketdi-ku. Ichib olganmisiz? Ichib transport vositasi haydash mumkin emasligini bilasizmi? Kim aytdi? Kim ichib oladi? Spirtli ichib Qo'yib yuboring, men o'zim tushaman. Tushing. Tuhmat qilyapsiz-ku. Gap yo'q mana. Qanday tuhmat qilasizga? Gap yo'q. Aka uyalmaysizmi? Katta odam spirtli ichimlik iste'mol qilib. Qanaqa spirtli ichadi? Gam ayron ichdik o'rtoqlar bilan. Kuchli ayron aka. Hujjatlaringizni bering. Gap yo'q mana aka. Hujjatlar mana. Mana mashinani yechib olaverasiz. Gap yo'q. 5 ta 5 ko'r. Hujjat so'rayapman sizdan. Xohlasiz aka. Siz so'radim bizdan, hujjat so'rayapman. Xo'sh, Sattor taniysizmi? Qaysi Sattor? Sattorda o tepada o'tiradi. O balandda o'tiradi. Taniyman, qayerda o'tirsan? 4-etajda yashaydi, qo'shnim. Zo'r bola. Nima qilay qo'shningiz bo'lsa? Uka, men ichganim yo'q. Haydash mumkinmi? Xarakterim shunaqa. Keling, boshda ortmay. Iqboljonmidingiz? Keling. Aka, Sarvar beysizmi aka? Ko'ngil omma uzr, jichini mo'pol. Sarvar beymidingiz? Nima qilib turing? Men chiqib olay. Aka, Saylgoh ko'chasiga yordam jo'nating aka. Yordam kerak. Yo, mendan yordam kerak bo'lsa ayting. Sizdan yordam kerak emas. Gap yo'q, qochib turing. Qoching, meni boshimni ortmang. Yo'q, qo'limni qo'yib yuboring. Bir-birimizni hurmat qilaylik. Uka. Hurmat qilyapmiz-ku. Men unaqa boshda ortmang. Keling, bitta o'tiraylik. O'tirmaysiz. Ichib olgansiz-ku, qanday ichib ol? Yo'q, kelinglar. Spirtli ichimlik ichib olgansiz. Ko'pchilik ekansizlar. Bunday qilaylik, men arqamda yuringlar-da. Bitta choyxona mendan. Yo'q, boshda otmanglar, qochinglar. Qoch! Boshimni ortma. Qo'lni qo'yib ol. Qo'yib ol dedi. Qo'yib ol qo'lni. Qo'yib ol. Nima bo'yim bilan gaplashing? Olib keldi qo'ying. Sattor, qachdasan? Qo'yib ol. Qo'yib ol dedim. Qo'yib ol. Qo'yib ol. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Gamanda. Yomon qilishdi bular. Keling, tushingchi. Bo'ldi mana. Uka. Bo'ldi endi, rol. Elbek. Rol o'ynamang endi, bo'ldi endi. O'ynamayman, tugadimi? Tugadi. Gap yo'q. Sarvarbek omazi. Po'lat aka, bu roligimiz orqali fuqarolarga mast holatda transport vositasini boshqarish 3 yil muddatga haydovchilik huquqidan mahrum qilinib, bazaviy hisoblanish miqdorini 40 baravar miqdorda jarima solishga, shuningdek, kimnidir umriga zomin bo'lishiga olib kelishini kulgi ostidagi achchiq haqiqatni ko'rsatishga harakat qildik. Bu uchun sizga katta rahmat. Elbek, rahmat. Albatta bunaqa haydovchilarimiz bo'lmasin. Hech kimga mast holatda transport vositasini boshqarishni tavsiya qilmaymiz. Albatta do'stlar, rolda o'tirganda, mashinaga o'tirganda hech qachon ichmang. Sog' bo'linglar.